Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Kanada parlamentining a'zosi, Xalqaro kishilik huquq komitetining raisi Samir Zubayri va parlament a'zosi Alex Dusep, Norvegiyadagi yosh liberallar tashkilotining raisi Anna Breivik bilan birlikda Dunyo Uyg'ur qurultayini 2023-yillik Nobel tinchlik mukofotining nomzodligiga ko'rsatganlik xabari muhojirat yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni alohida so'yinirib qolmasdan g'arb matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Amerika ovozi radiosining 8-mart kuni bu vaqtda bergan xabarida Dunyo Uyg'ur qurultayini 2023-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatgan kishilarning biri Kanada parlamentining a'zosi Alex Dusepning Norvegiya Nobel komitetiga yo'llagan maktubining mazmuni haqida tövənlik iboralarga o'rin berdi. Dunyo Uyg'ur qurultayi Nobel tinchlik mukofotiga erishishga tegishli bo'lgan bir tashkilot. Chunki ular Xitoy hukumatining Uyg'urlar va boshqa turkiy tilli xalqlarga qarata ijro qilayotgan hokim mutlaqlik va zulm asosidagi tuzumiga tinchlik shaklda qarshi turib, demokratiya va fuqarolar huquqini olg'a surib keldi. Bo'libmi Uyg'urlarning o'z taqdirini o'z belgilashi uchun tinchlik shaklda kurash qilib keldi. Buning uchun ular majburiy g'oyib qilib etilganlar, siyosiy mahbusga aylanib qolganlar, chet ellarda musofir bo'lib qolganlar deganda ko'plagan kishilarning manfaati uchun tinchlik shaklda qarshilik ko'rsatib keldi. Ma'lum bo'lishicha, 2023-yillik Nobel tinchlik mukofoti 2023-yil 10 dekabrda tarqatiladi. Bu qitimqi nomzodlik ko'rsatishning natijasi qanday bo'lganligi hozircha noma'lum bo'lsa-mu, Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Ayso apandim buning muhojiratga Uyg'ur da'vosi uchun zo'r ilhom bo'lganligini alohida ta'kidladi. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Elgi tonilgan strategiya mutaxassisi Dr. Erkin Akram apandim Dunyo Uyg'ur qurultayining 2023-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatilganligining siyosiy va strategiyalik ahamiyati haqida to'xtalib mundaq dedi. Dunyo Uyg'ur qurultayini Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatish nurg'un Uyg'urlarni xo'shal qilgandek butun Sharq Turkistonlik xalqini xo'shal qildi. Ikkinchidan, bu haqli davoni xalqaro tarafdan qabul qilinganligini va bu davoni, ya'ni qurultayni ilib borgan davoni to'nigan bo'ldi. Uchinchisi, bu hozirgacha shu xalqaroda ilib borgan faoliyatlarning natijasini qo'g'dab qilishi, mustahkam qilishi, muqim qilishiga cho'ng bir to'pi bo'ldi. Bugungi dunyo bir qalamqonchilik bir dunyoga kirdi. Xalqaro tuzumning buzilishi, sistemning buzilishi, bu iqtisodiy tijoratlarning buzilishi va shundaqla bu janglarning hozirgacha to'xtamaganligidan nurg'un dunyoning odamlari tinchlikka texmi cho'ng bir ehtiyoji bor. Sharq Turkistonliklar Xitoyning zulmiga qarshi, Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatiga va insoniyatga qarshi jinoyat ishlaganligiga qarshi ilib borgan bütün kurashlar hammasi shu tinchlikni izlash, tinchlikni barpo qilishning bir yo'lidir. Ammo bu tinchlikda tayyor bir yo'l yo'q. Tinchlikni izlashning o'zila bir yo'l. Shuningga bu tinchlikni barpo qilish uchun kurash qilishga majbur. Tinchlikni qo'g'dab qilish uchun kurashga ehtiyoj bor. Ba'zi vaqtlarda qurolli kuch bilan tinchlikni barpo qilish va tinchlikni qo'g'dab qilish uchun mo'yin bo'ladi. Shuningga bu 33-dagi jumuriyatning harbiy kuchi, armiy kuchi ojiz bo'lg'achqa, u tinchlikni qo'g'day olmadi. Ammo 44-dagi jumuriyat 5 yillik bir tinchlikni qo'g'day oldi. Uyg'urlar va Sharq Turkistonliklar yolg'izlar Sharq Turkistonning tinchligini emas, shundaqla Türk va islom dunyosining tinchligini qo'lga tushirish uchun tirishmoq lozim. Yolg'izlar bu islom dunyosi va Türk dunyosi emas, bütün insonliklarning tinchliklarini izlash lozim, uning uchun kurash qilish lozim. Tinchlik shundaqla erkinlikni paydo qiladi. Shuningga Sharq Turkiston xalqi, Uyg'ur xalqi
erkin bo'lmasa, Sharq Turkistonda tinchlik bo'lmasa, Xitoyda mı tinchlik bo'lmaydi, Xitoyliklarmi erkinlik bo'lamaydi. BDT Kişilik Hukuk Ali Komissari Volker Türk 7 Mart Janvada yer shari kişilik hukuk vaziyetidan doklad berganda Sharq Turkistonning vaziyetidan qattiq andish qilganligini bildirib, Beijing hukumatini BDT Kişilik Hukuk Ali Komissarlik ishxonasining o'tgan yil avgust oyida o'ttirib qo'ygan Xinjiang vaziyati to'g'risidagi tavsiyalarini ijro qilish uchun konkret qadamlarni elishga chaqirgan. Volker Türk Xitoyning qanday konkret qadamlarni elish kerakligini aniq tilga olmagan bo'lsa-mu, lekin u ishxonasining Tibet va Sharq Turkistondagi oz sonli millatlarni qo'g'dashni o'z ichiga olgan masalalarda Xitoydagi bir qator aktivlar bilan aloqa kanali ochilganligini bildirgan. BDTning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquq komiteti 6 mart kuni o'zining Xitoydagi iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat haqlarining vaziyatiga oid xulosa dokladini e'lon qilib, Uyg'urlarning madaniyati, tili va diniga bo'lgan buzg'unchiliklar, Uyg'ur oilalarining parchalanishi, Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilish qatorliq qilmishlarga bo'lgan andishlarni o'ttirib qo'ygan. Xitoy hukumatining bu qilmishlarga tushuncha berishni talab qilgan. Shundaqla Xitoydan Uyg'ur majburiy emgak sistemasini bekor qilishni talab qilgan edi. BDT Kişilik Hukuk Ali Komissari Volker Türkning BDTning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquq komitetining xulosa doklati e'lon qilingan kunning ertasi yuqorqi so'zlarni qilishi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'adi. Volker Türk mundaq deydi: Xitoy masalasida Tibetlar, Uyg'urlar va boshqa millatlarni qo'g'dashni o'z ichiga olgan kishilik huquq masalalarini surishti qilish uchun bir qator aktivlar bilan aloqa qurdik. Xinjiang rayoni masalasida mening ishxonam jiddiy andishlarni, bo'libmi keng ko'lamli xohlagancha tutqun qilish va davomlashayotgan oilalarni parchalash masalalariga bo'lgan jiddiy andishlarni hujjatlashtirdi. Shundaqla konkret iz qo'g'lashni talab qiladigan muhim tavsiyalarni o'ttirib qo'ydi. BDTning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquq xalqaro ahdnomasining ijro qilinish ahvolini nazorat qiladigan 18 kishilik komiteti o'zining Xitoy to'g'risidagi xulosa dokladida Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarni majburiy emgak silishni o'z ichiga olgan majburlash tadbirlarining har xil ifodalariga qarta andishlarini bildirgan. Shundaqla Xitoy hukumatining darhol qonun chiqarib, majburlash tadbirlarini cheklashi, barliq majburiy emgak sistemasini bekor qilishi, majburiy emgak tutilgan barliq kishilarni qo'yib berishni talab qilgan. Bu komitet o'tgan oydagi yig'inda Xitoyning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquqi ahdnomasini ijro qilish ahvolini ko'rib chiqqan bo'lib, Xitoy bu yig'inga zo'r ko'lamli vakillar o'miga avatgan. Yig'inda BDTning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquq komitetidagi mutaxassislar Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini qattiq so'roqqa tortgan. 15 fevral Xitoy vakillar o'miga Janvada so'roq tortilayotgan daqiqalarda Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlari BDTning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquq komiteti joylashgan binoning oldida keng ko'lamli birlashma namoyish o'tkazgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati mazkur yig'inga kuzatuvchilik sifati bilan qatnashgan edi. Lekin Xitoy BDT iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat komitetiga bergan 11 betlik javob xatida komitetning tavsiyalarini astoydil ko'rib chiqadiganligi, Xitoyning davlat realligiga uyg'un keladigan tavsiyalarni ijro qiladiganligini bildirgan bo'lsa-mu, lekin Uyg'urlarga oid tavsiyalarni rad qilgan. Xitoyning ko'rsatishicha, BDT mutaxassislarining Sharq Turkistonga oid tavsiyalari to'g'ri emas ekan. BDT iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat komiteti 6 mart e'lon qilgan xulosa dokladidagi tavsiyalarida Xitoy hukumatining atalmish Uyg'ur avtonom rayonidagi oz sonli millat amaldorlarining nisbatining tuvallab ketishi, diniy oz sonli millatlarning nupusining ko'rinarlik ozayishi va buning sabablariga tushuncha berishni talab qilgan. Ular doklad yana Sharq Turkiston bilan Tibetning yaqinqi 5 yillik nupus qurilmasining yuzlanishiga oid sonli uchurlar, davlatning yatoqliq maktablaridagi oilasidan ayritilgan etnik, diniy, oz sonli millat farzandlarining sonli uchuri qatorliqlarni ta'minlashni talab qilgan. Doklad yana ma'rif sohasida Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul tillarining nimaga asosan Xitoychaga o'zgartirilganligi, yangi til siyosiy sababli farzandlarini maktabga avatishni rad qilgan ota-onalarga qanday tadbir qo'llanganligi, oz sonli millatlarning madaniyati, diniy va tiliga kapolatlik qilish, xitoylashtirishning buzg'unchiligiga uchramaslik uchun qanday tadbirlar ilinganligi, davlatning madaniyat meroslarini, diniy sorunlarini keng ko'lamli cheqishi, diniy ibodatni cheklash, maktablarda Uyg'ur va Tibet tillarini ma'ni qilish orqali Uyg'ur va Tibetlarning madaniyati, dini va tilini yo'qotishga urinish haqidagi dokladlarga tushuncha berish qatorliqlarim talab qilingan. BDT iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat komitetining 31 moddalik tavsiyani o'z ichiga olgan xulosa doklati o'tgan hafta Xitoy tashqi ishlar ministri Chen Gangning BDT kishilik huquq kengashiga ekran orqali so'z qilib, kishilik huquqning universalligiga savol qo'yishdan keyin e'lon qilingan. Chen Gang 27 fevral kuni qilgan so'zida kishilik huquqning universalligini e'tirof qilish qilmaslikni har bir davlatning o'zi qaror qilishi, davlatlarning boshqalarga kishilik huquq darsi berishi va barmoq ko'rsatishning rad qilinishi kerakligini aytgan.
Buning oldida Xitoy 17 fevral kuni Bryusselda o'tkazilgan 38 qitimliq Yevropa Ittifoqi Xitoy kishilik huquq dialogida Tibet, Hong Kong va Sharq Turkistondagi masalalarning kishilik huquq masalasi ekanligini rad qilgan. Bu masalalarning Xitoyning egilik huquqi, zamin butunligi va mustaqilligiga munosabatli masalalar ekanligini ilgari surgan. Norvegiya Uyg'ur komitetining uzun mezgillik tirishchanligi natijasida Norvegiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish haqidagi qaror loyihasi Norvegiya Yeshillar partiyasi, Liberal partiya, Xristian xalq partiyasi va Sotsial liberal partiyalar tarafidan 3-oyning 8-kuni Norvegiya parlamentiga rasmiy sunildi. Hozir qadar Amerika tashqi ishlar ministrligi, Yevropa parlamenti, Angliya, Gollandiya, Irlandiya, Fransiya, Belgiya, Chexiya, Kanada, Litvaniya parlamentlari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy qabul qilib qaror ma'qullagan edi. Bu munosabat bilan stansimizning ziyoratini qabul qilgan Norvegiya Uyg'ur komitetining raisi, Uyg'ur adliya arxiv ombirining direktori va Dunyo Uyg'ur qurultiyi uchur tashviqot markazining mudiri Baxtiyor Ömer apandim Norvegiya parlamentiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish haqida qaror loyihasi sunilish ahvoli haqida ma'lumot berib, mundaq dedi. Assalomu alaykum butun Norvegiyadagi shundoqla butun dunyodagi barliq tangdoshlar, hammalarniki bugungi kuni xayrli bo'lsin. Bugun Norvegiyadagi Uyg'urlar shundoqla butun dunyodagi qarindoshlarimiz uchun Norvegiyada muhim bir kun bo'ldi. Yana o'tgan yil 10-oyda Norvegiya parlamentiga Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'ntirish faoliyatidan keyin bugun rasmiy holda 4 partiya Norvegiya parlamentiga Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish loyihasini rasmiy sundi. Bu munosabat bilan shundoqla bugungi xalqaro ayollar bayrami munosabati bilan Yeshillar partiyasi boshchiligida Sayragul Saudbay xonimni Norvegiya parlamentiga qaytadan taklif qilib, bu yerda yana bir qatimliq guvohlik berish faoliyati o'rinlashtirildi. Bu faoliyatga ko'p sonda ishchilar uyushmasi vakillari, musulmon qarindoshlarimiz vakillari, shundoqla har qaysi partiyaning vakillari, muxbirlar qatnashib, bu yerda guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. Bu munosabat bilan yig'indan keyin bu to'g'riliq, ya'ni irqiy qirg'inchilikni qanday qo'nish ham bu to'g'riliq savol javoblar ilib berildi. Demak, u yoddan chiqdi. Norvegiya parlamentiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish loyihasi o'ttirib qo'yilib rasmiy avatildi. Demak, bizniki qilgan ishimiz javobini saqlash. Bundan keyin Norvegiya Uyg'ur komitetininki bu haqdagi faoliyatlari nihoyatda jiddiy ilib berildi. Biz Norvegiya parlamentiniki tez arada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilib, dunyodagi boshqa buni e'tirof qilgan davlatlar qatoriga qo'shilishni umid qilamiz. Hammalarga rahmat. Xalqaro xonim-qizlar bayrami munosabati bilan Yevropa Sharq Turkiston birligi Ilhom To'xtini qo'llash guruhini o'z ichiga olgan Germaniyadagi 30 ga yaqin ommaviy tashkilot va siyosiy partiyalar tarafidan 8 mart kuni Myunxen shahrida o'tkazilgan birlashma namoyishda Sharq Turkistonlik xonim-qizlar navbatda duchor bo'layotgan ichinishli tragediyalar namoyishining asosli mazmunlarining biri qilindi. 8 mart kuni Myunxen universitetining oldidagi maydonga to'plangan namoyishchilar qo'shini bu yerdan Myunxenning eng asosli sayohat nuqtalarining biri hisoblangan Odeonplatz maydoniga qarab yurish qildi. Odeonplatz maydonidagi marosimda so'z qilgan Yevropa Sharq Turkiston birligining vakili Ipar xonim, bu bayram kunida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga qarta rəhimsizlarcha yo'l qo'yayotgan irqiy qirg'inchilik va lager sistemasining Uyg'ur xonim-qizlarini inson bardoshlik bergisiz azoblarga mubtalo qilayotganligini ifoda qilish bilan birga, lagerlardagi tug'mas qilib o'tish tadbirlari, Xitoy ko'chmanlari bilan bo'lgan majburiy to'y, ro'yi va jismoniy qiynoq, oila judoligi hamda jinsiy xo'rlik qilmishlarining umumlashayotganligini, tarixda misli ko'rilmagan bu qadar zo'r irqiy qirg'inchilik va bostirishning obyekti bo'layotgan Uyg'ur xonim-qizlarga ega chiqishning xalqaro jamoatchilikning insoniy burchi ekanligini ta'kidlab o'tdi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Allohga omonat.